Salom do'stlar, sizlar bilan yana men Over'da yana bizni 22 qildim va O'zbekiston tarkibi, ya'ni men buni UEFA Association'ni topish uchun nimadirlar qildim va Enzo Fernandesni oldim, Alfonso Daviesni oldim va Sanchesni oldim. Akkaunt yana 122 ga ko'tarildi. Hozir atiga ikkita futbolchini kuchaytirishimiz kerak. Gabriel Sara va Fernandesda. Uni ko'rishdan oldin hozir activity'ga o'tib olsak, mana bunda atiga bitta qoldi. Mana shuni ko'rishimiz kerak. 5 ta ham hozir 2x ta ko'ramiz buni. Adashmasam 4-kunlikini ko'rish kerak, chunki hali 5-kunlik emas. History of FC Mobile, forever a GOAT, forever a champion. Achieves what most can't even dream of. 2004. Bueno, principalmente yo quise participar porque aquí están los mejores jugadores del mundo y pues quería jugar contra ellos y demostrar mi nivel a la hora de jugar. Mi juego es un juego tranquilo, buscando siempre los espacios, no atacar por atacar y siendo efectivo. Mi preparación mentalmente siempre ha sido estar activo en torneos, no oficiales, pero de comunidades, ya que ahí juegan muchas personas buenas, entonces al jugar con ellos pues siempre es bueno para mantener un buen nivel. Me gustaría enfrentarme a Totonaca porque nunca lo he enfrentado y quisiera ver cómo es jugar contra él. Nihoyat 5 daqiqa o'tib bo'ldi. Agar hozir draftga ochirib bersa, aniq bu futbol tushadi. Har holda endi nima qilish kerak? Men bo'lib bermaydi, chunki men bu yerda 30 ta sesga berib bo'lgan. Hozir bu yerda 12 minut va bu yerda menga yaxshi narsa olmaslar va rank bo'lsa kerak. Juventusnikini ham tugatib bo'ldim. Hammasini tugatib bo'ldim o'sha. Endi faqat onlayn o'ynash qolgan. Pro 5 ta bitta raund, bir nechta raund o'ynab ko'ramiz. Hozir Messi faniga qarshi o'ynab ko'ramiz. Qani nimalar qilarlar ekan? 119, 115, 115. Atakasda shu Alex Bayne bo'lish ehtimolligi bor. Messining muxlisi bo'lsa, aniq Messining qandaydir bot kartasi bo'ladi. Ya'ni balkim jahon chempionati kartasini olgan bo'lishi mumkin. Jahon chempionati yulduzi kartasini olgan bo'lishi mumkin. 121. Adashmasam Messiniki. Eng zo'r karta menimcha hozir 122 Mbappéning bo'lishi kerak. Juventusni tugatganim mana bu. Hozir uni tarkibi Brezonetdi, Mbappé, Borja, Griezmann. O'qish bilmayman. Hozir sal ko'p vaqt ketadi buni o'ynashga. Hozir Enzo Fernandes Oral birdan etmedi. Gabriel Sara
Fake shot. Darvozabon chiqargan payti zarba bosadi. Chizgiga bilan futbolchilarni bekitganmiz. Gnabry'la o'tkazib bermaslik uchun. Ko'ramiz hozir. Nima qila olarkan? Sprint. Chapo. Arkadaşlar üçüncü turdayız. Ötme korktuk. Gördüğünüz gibi Maldini normal senin. Alex o'z qanotini tashlab pas Holni cemaat qiyazlari istaga ketdi. Kimdir sanadimi? Bilan hatto Gerard vaqtiga qoldi. Jo'ber. Bugungi videom qisqasan bo'ladi, chunki hamma narsani qilib endi faqatgina shu o'rganganlarim qo'ymoqchi bo'ldim. Aytgancha obuna 40 kishi obuna bo'lmayapti. Shu obuna bo'ling so'zini videoda ko'p ishlatmayman. Mana endi aytsam bo'ladi, obuna bo'ling do'stlar. Hozir gap kelmayapti, o'zi video tugab bo'ldi. Do'stlar, tarkiblarni tahlil qilish yoki bo'lmasa baholash ishlarini ham qilamiz. Baribir shorts videolar kam chiqyapti.
video 8-o'ringa eganmiz. Videoni tugatsak ham bo'ladi. Xayr do'stlar.